Endi sizlar bilan hozir parametr bo'limidagi shu bo'lmaga o'tib chiqamiz. Bu yerda biza hozir hamma narsa o'rganishimiz shart emas. Bu yerda bizlar asosiy kerak bo'ladiganlarni ko'ramiz. Общий bo'limidan biza ko'ramiz. Bu yerda yana imya пользователя oldinda qo'yadi ekan. Misol uchun Word deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Initsiali shart emas bu. Keyin qarasak bizlarga kerak tema белый turibmi? Черный qo'yamiz, OK bosib ko'rsak yana qora ko'rinishga keldi bizda. Buni o'zgartiramiz. Optionga kirib, yana черный emas, bizlar разные цветаны qo'yib, OKni bossak ham yoshni ko'rinishadi. Keyin biza bu yerda ko'radigan bo'limlarimizdan hop, так, bunda yo'q, отображениеda bular kerakmidi? Правописание ko'ramiz. Правописаниеdan biza misol uchun tekst yozsak, MBT'lari qizil yoki ko'k chizib chiqib qoladilar. Bu ingliz tili yoki rus tilida ishlaydi u. O'zbek tilida ishlamaydi. O'zbekchada yozganimizda bizlar xalaqit qilmaslik uchun shunday so'zlarni o'chirib qo'yamiz. Shundagina проверить орфографию процесса набора текста kerakmidi? Грамматические ошибки в процессе набора текста bilan kerakmidi? Hop, сохранениедagi bo'limidan сохранение bo'limidan bizga автосохранение каждые 10 minut. Har 10 minutdan saqlab turadi. Bizga 3 minut yetadi. Endi qarasak, katalogdan автовосстановление. Bu yer shart emas. Biza misol uchun Excel'da, Word'da fayl ochib turib, Win'ni bosib, bu yerdan Word'ni yozib, shunda ochib turib ichiga kirib aytsak, сохранить bosib ketsak, shunda bizlar 3 papka tashlab beradi ekan o'zi avtomatik. S diska, users degan papka, user, keyin documents degan. Bu papkamizda turadi ekan. Document degan papkamizda turadi ekan. Avtomatik shura сохранить etadi ekan. Til. Tilida misol uchun bizlar boshqa tilda kerak bo'lsa, bu yerdan установить дополнительные интерфейсы сайта Office kirib, bu yerda angliyskini tanlaymiz. Так, angliyskiy bunday English установить bossak, saytini o'tirib berdi bizlar hozir. Shunda yana angliyskini tanlab, buni tanlab turib, bu yerda vверх qilsak bo'ldi. Hozircha shura. Keyin bosamiz. Keyin специальные возможностьdan navida ishlash shart emas. Ekrandan ekranga kerak. Buni bizlar endi настройки ленты degani kerak. Qarasangizlar, bu yerda bo'limlar bor, bu vkladkalar bor. Endi bu yerda misol uchun рисованияni qo'shib hozir bu yerda OKni bossam, рисование bu yerdan chiqdi yana. Рисованияni kiritamiz. Bizlar shunday yetadi hozircha, разработчик ham kerakmidi? Keyin bu yerda panel быстрого доступа. Bu joyi yana yuqorida turadi-ku, yuqoridagi joy. Bu yerda автосохранение bor yana bu, keyin сохранение bu, вернуть. Shular bor. Keyin biza bu yerda hozir yana ko'radigan narsamiz, qarasak, bizada yana вставочdan boshqa turlari bizlar bu yerdan kerak bo'ladi. Yana pechat kerak bo'ladi. Yana быстрая pechat. Buni tanladim. Добавить bosdim, bo'ldi. Keyin настройки bo'limini hozircha hech narsa shart emas. Center bo'lib biza bo'ldi. Panel быстрого доступа еще yana. Быстрый достуp ular. Уже men pechatni boshladim, keyin OK bosaman. Mana bu yerdan pechat chiqdi. Shunga to'g'ri bossam, to'g'ri pechat qilib beradi. Hozircha men bu faylni сохранить qilmadim. Buni сохранить qilib, dokumentga kirib, bu yerdan shunday papkani tanlab, сохранить bosaman, bo'ldi. Endi pechatni bosib ko'raman. PDF atib berajak ekan bizlarga. Так, сохранить. PDF ko'rinishida ekan bu. Bo'lmasa, bu yerdan bizada pechat bor. Hop, fayl bo'limidagi parametrning asosiy bizlarga keraklilarini ko'rib oldik. Endi keyingi videoda главный bo'limidagi komandalarni ko'ramiz.